Mana savolni eshitamiz bolalar. 78 soni. Ikkita qalamni joyini o'zgartirib, eng katta son hosil qiling. Eng katta son. Mana. So'z bunday bo'lmaydi. Ana. Ikkita. 191. Bo'ladi. Bundan ham kattarog'i bor. Ana. Ustoz men topdim. Qani? Ha, shunday qiladi. 731. 731, ha? 731. To'g'ri. Agar bundan ham kattasini topsang, sovg'a bor. Bundan ham kattasini topsang, sovg'a bor. So'z men topdim. Ikkita qaradi. 78, Bitta, ikkita. 751. Malades, senga sovg'a bor. To'ppa to'g'ri. 751 bo'ldi. Nima sovg'a? 751.